Sharq Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi turmalarga qamalgan millionlagan Uyg'ur va qozoq tutqunlar Xitoy o'lkalariga yo'tkalmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Gansu o'lkasining Wowi shahridagi har bir turmada oz deganda 1000 dan ortiq Uyg'ur bor bo'lib, uningdan boshqa Shanxi va Xilonjang o'lkalaridagi turmalarga Uyg'ur va qozoqlarning qamalganligi ma'lum. 2 aprel kuni Xitoyning Oliy xalq taftish mahkamasi to'rbeti va xalq to'ri qatorliq axborot vositalarida Xitoy davlatlik taraqqiyot islohot komiteti muavin mudiri, Xitoy davlatlik energiya idorasi boshlig'i va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi Nurbakirga qora ilish jinoyati bilan qo'lga ilish qarorini chiqarganligini xabar qildi. Nurbakir 2018-yili 20-sentabr kuni Rossiyadagi rasmiy ziyoratini oxirlashtirib, Beijing aerodromiga qo'nganda intizomga og'ir darajada xiloflik qilgan deb tutqun qilingan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komiteti Nurbakirning partiya intizomga og'ir darajada xiloflik qilish gumoni bilan taftish organlarining bartaraf qilishiga topshirib berganligini jakkalagan. 16 mart kuni Markaziy intizom tekshirish komiteti doimiy komitetining tekshirib tasdiqlashi orqali Nurbakirga partiyadan qo'g'lab chiqarish, shundaqla davlatlik reviziya komiteti xizmatdan haydash jazosi bergan. Uning qonun intizomga xilof tafovati musodir qilinganligini e'lon qilgan edi. Uqtirishda yana uning intizomga xilof qilganligi, shamolga qarshi yo'l tutganligi, hashamatlik ziyofatlarga chaqirsa borganligi, sovg'at qabul qilganligi, isrofxo'rlik qilganligi, axloqi chiriklashganligi va tashkilning tekshirishiga moslashmaganligi qatorliq qilmishlarni sodir qilganligi ilgari surilgan. Onunğa qarta Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, Nurbakir bo'lsa Xitoy kommunistning qo'rchoq raisi. Qil deganni qildi, ye deganni yedi, ish deganni ishdi, men deganga mendi. Uning jinoyat qilish fursati yo'q. Intizomga og'ir xiloflik qildi debsan. Uning tizgini sening qo'lingda tursa, hukumatga qarshi yo'lnishda yo'l tutgan deysan. Ondaq jur'ati bo'lsa 10 yil burun Urumchi vaqasida necha 10 ming Uyg'ur qarindoshlari qatlam qilinganda, 100 minglagan begunoh Uyg'ur tutilganda, sana yantayoq bo'lgan odam endi nima deb sana qarshi iqimda bo'lsin? Chambarak afsoning sehrini yo'qotdimi ya? Nurbakirga undaq og'ir gunoh atish bo'lsa, sobiq sekretar Vanglochanni nima deb tutmading? O 20 yildan ortiq Sharq Turkistonda o'z oldiga xon bo'lib, yeb ichib bulab talab qilmagan askiliga qolmadi. Sen de onun bırakmalarını Sharq Turkistonga töhme qilib ishlab chiqarishni qalaymiqon qilgan bir axlat kadrini pak-pakizi ko'zitib ishkirga ip ketding. Uning chirindilarini Nurbakirga atishdan xijolat bo'lmadingmi dedi va Xitoy kommunistlarining naqadar nomussiz, sharmanda ekanligini butun dunyo ellarining bilib qolishini eskartdi. Sharq Turkistonda millionlagan turk musulmon jazo lagerlariga qamalish bilan birga ularning farzandlari Xitoyning atalmış tarbiyalash o'rinlariga yig'ilmoqda. Xitoy Ma'rif ministrligining Urumchidagi Ma'rif nazoratining to'g'rida berilgan ma'lumotlarga asoslanganda, Sharq Turkiston miqyosida atalmış bola tarbiyalash va xitoylashtirish markazlarining soni jami 7778 ga yetgan. O'qituvchilarning umumiy soni 92200 kishi bo'lib, uningdan boshqa alohida shtatlik 59400 kishining borligi ma'lum. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev tunji chet el ziyoratini Rossiyadan boshladi. To'qayev Moskvadagi rasmiy ziyoratida Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishdi. Putin Kremlin sarayida elib berilgan uchrashishdan burun bayonot e'lon qilib, To'qayevning burun Rossiya Qozog'iston munosabati uchun nurg'un to'kpalarni qo'shganligini bildirdi. Xon jamiyati havo armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, radarlar Angliyaning shimoliy qirg'oqlaridagi xalqaro havo tavalligida Rossiyaning Tu-160 tipli bombardimonchi aeroplanlarini bayqagan. Xon jamiyati havo armiyasining Tayfun tipli urush aeroplanlari Rossiya aeroplanlarining Angliya havo tavalligiga kirishni to'sish uchun harakatga o'tgan. Rossiya aeroplanlarining Angliyaga qarab minishdan burun Norvegiya havo bo'shlig'idan o'tganligi bildirildi. Bengal bosh ministri Shayx Hasina Koks bazaridagi lagerlarda yashayotgan
Arakanlıq musulmonlarning davlatiga bexatar va tez suratda qaytish kerakligini aytdi. Lagerlarda taxminan 40 ming buvoqning dunyoga kelganligini bildirgan Hasina, Arakan o'lkasida tinchlik va muqimlik barpo qilish uchun Birma doiralarini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sobiq bosh kotibi Kofi Annan boshchiligidagi Arakan komitetining tavsiyalarini ijro qilishga chaqirdi.